Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Yazid ibn Muaviya haqida. Walam yal'an Yazidan ba'da mautin sival mikthari fil ighra'i ghali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Yazidga o'limidan keyin gijgijlashda qattiq mutaassib, o'ta sergap kimsalardan boshqalar la'nat aytmagan. Nazmiy bayoni. Yazidni vafotidan so'ng la'natlashmagan mutaassib sergaplar mustasno bundan. Matn sharhi. Yazidga la'nat aytish joiz emasligi va unga la'nat aytadiganlarning dalillarini o'rganishdan oldin Yazidning tarjimai holi bilan tanishib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yazidning nasabi quyidagicha bo'lgan. Yazid ibn Muaviya ibn Abu Sufyon ibn Sohir ibn Harb ibn Umayya ibn Abdushams. Uning nasabi Umayya ibn Abdushamsdan Usmon raziyallohu anhu bilan birlashadi. Yazid hijriy 25 yo 26 yo 27-yilda tug'ilgan. Otasining hayotlik davridayoq u valiahd etib tayin qilingan. Otasi Muaviya raziyallohu anhu vafot etganidan so'ng hijriy 60, milodiy 680-yilning Rajab oyida uning o'rnini egallagan. U otasi Muaviya raziyallohu anhudan "Va man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din." Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi hadisini rivoyat qilgan. Tarix kitoblarida uning solih kishi bo'lganiga ham, ashaddiy fosiq kishi bo'lganiga ham dalolat qiladigan xilma-xil rivoyatlar kelgan. Bunday rivoyatlarda esa doimo yaxshi tarafini olish va yaxshi gumonda bo'lish a'loroq hisoblanadi. Uning vafot etayotgan paytda aytgan so'zi haqida quyidagi rivoyat kelgan. Abdurrahmon ibn Abu Maz'ur aytadi. Menga ahli ilmlardan biri gapirib berdi. Yazid ibn Muaviyaning oxirgi so'zi ushbu bo'lgan. Ey Allohim, men yaxshi ko'rmagan va men iroda qilmagan narsa bilan meni aybdor qilmagin. Men bilan Ubaydulloh ibn Ziyod orasida o'zing hukm qilgin. Yazid ibn Muaviya hijriy 64, milodiy 684-yilning Robiul Avval oyida Damashqda vafot etgan. La'nat aytishning xatarli ekani. Aslida birovga la'nat aytish deganda uni Allohning rahmatidan uzoq bo'lishini tilash ma'nosi tushuniladi. Mo'min kishi boshqa bir mo'min birodarini Allohning rahmatidan uzoq bo'lishini tilashi oqibati xatarli bo'lgan ishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni bir-birlariga la'nat aytishlaridan qaytarganlar. An Sumarat ibn Jundubin qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la tala'anu bi la'natillahi wala bi ghadabihi wala bin nar. Rawahu Abu Dawud va Tirmizi. Samura ibn Jundub raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir-birlaringizga Allohning la'nati bilan ham, uning g'azabi bilan ham, do'zax bilan ham la'nat aytmanglar dedilar. Abu Dawud va Tirmizi rivoyat qilgan. Sharh. Bir-birlaringiz bilan la'natlashmanglar degan so'zdan bir-birlaringizning nomlarini aytib la'natlamanglar ma'nosi tushuniladi. Zero la'nat aytish joiz bo'lgan o'rinlar ham bor. Birinchisi, birovni aniq aytmasdan umumiy vasf bilan, masalan, kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin deyish mumkin. Ikkinchisi, alohida xos vasf bilan, masalan, Allohning g'azabiga duchor bo'lgan qavmga Allohning la'nati bo'lsin deyish mumkin. Uchinchisi,
kofir holida o'lgani aniq bo'lgan kimsalarga, masalan, Fir'avnga, Abu Jahlga Allohning la'nati bo'lsin deyish mumkin. Ushbulardan ko'rinib turibdiki, mo'min kishi boshqa bir mo'min kishini qilgan gunohi uchun la'natlashi, ya'ni uni Allohning rahmatidan uzoq bo'lishini tilashi joiz emas. Ammo ba'zi toifalar Yazid ibn Muaviyaga nisbat berilgan ayrim ishlar sababli unga la'nat aytishni joiz sanashgan. Ahli sunna val jamoaning ichidagi ba'zi ahli ilmlar ham ayrim dalillarni keltirishib, shu qarashni quvvatlashgan. Bulardan tashqari avom odamlar orasida ham ushbu gaplar tarqalgan. Jumhur ulamolar esa ularga qarshi keskin raddiyalar yozishgan. Shu kabi omillar bu masalaning aqida kitoblariga kirib qolishiga sabab bo'lgan. Yazid ibn Muaviyaga la'nat aytishni joiz sanaydiganlar quyidagi sabablarni keltiradilar. Birinchisi, Yazid zolim bo'lgan. Zolimlarga esa la'nat bo'lishi Qur'oni Karimda kelgan. Astaizu billah, ala la'natullohi ala zolimin. Sadaqallohul azim. Ogoh bo'lingizki, Allohning la'nati zolimlarga bo'lur. Hud surasi 18-oyat. Ikkinchisi, u Husayn radhiyallohu anhuning qatl etilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun unga la'nat aytish joiz bo'ladi. Uchinchisi, Yazidning askarlari Madina ahliga xunrezliklar qilishgan. Uning bunga yo'l qo'yib bergani uchun unga la'nat aytiladi. Bunga dalil Soib ibn Xollad radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kim Madinada yashovchilarni qo'rqitsa, albatta buyuk Alloh uni qo'rqitadi. Unga Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'nati bo'ladi. Alloh qiyomat kunida uning farzini ham, naflini ham inobatga olmaydi dedilar. Ahmad rivoyat qilgan. Yuqorida keltirilgan 3 ta sababning har biriga ulamolarimiz batafsil raddiyalar bildirishgan. Birinchi sababda ko'rsatilgan uning zolim bo'lganiga ko'ra, ogoh bo'lingizki, Allohning la'nati zolimlarga bo'lur ma'nosidagi oyatning hukmiga kirishi haqidagi da'volariga shunday javob berilgan. Bu oyat umumiy ma'noda bo'lib, kim zolim bo'lsa, unga la'nat bo'lishini taqozo qiladi. Ammo ba'zida tavba bilan yo qilgan gunohini o'chiradigan savobli ish bilan yo qilgan ishiga kafforat bo'ladigan musibatga uchrash sababli yo biror shafoatchining shafoati bilan, eng muhimi mehribonlarning mehriboni bo'lgan zotning rahmati tufayli bu hukm ko'tarilishi ham mumkin. Shunday bo'lganidan keyin mazkur oyatni dalil qilishib, unga la'nat aytayotganlar Yazid o'sha gunohidan tavba qilmaganini, Allohga istig'for aytmaganini qayerdan biladilar yoki uni gunohlarini o'chiradigan savoblari bo'lmagan deya oladilarmi yoki qilgan ishlariga kafforat bo'ladigan musibatlarga uchramaganiga guvoh bo'lmaganlar-ku? Yoki Alloh taolo uni kechirish yoki kechirmasligini aniq bilmaydilar-ku? Vaholanki Qur'oni Karimda shunday xabar berilgan. Astaizu billah, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sadaqallohul azim. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqani kimni xohlasa kechirur. Niso surasi 116-oyat. Shuning uchun agar unga nisbat berilgan ishlarning aniqligi sobit bo'lgan taqdirda ham ahli sunna val jamoa mazhabidagi gunohi kabira agar halol sanamasa,
mo'min bandani iymondan chiqarmaydi. Hukmiga ko'ra, u gunohkor mo'min bandadir. Gunohkor mo'min bandaning kechirilishiga shuncha ehtimollar bo'lgandan keyin, unga la'nat aytgandan ko'ra, u tavba qilgan deya husni zon qilib, tavbasini mehribonlarning mehriboni bo'lgan zot qabul qilgan bo'lsa ajab emas deyish afzaldir. Unga la'nat aytadiganlarning ikkinchi dalillari bo'lgan, u Husayn raziyallohu anhuning qatl etilishiga sabab bo'lgan, shuning uchun unga la'nat aytish joiz bo'ladi degan so'zlariga ham batafsil javoblar berilgan. Hujjatul Islom Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhining javobi javoblar ichidagi ajoyibidir. Agar Yazidga la'nat aytish joizmi? Chunki u Husayn raziyallohu anhuni qatl qilgan yoki qatl qilishga amr qilgan kishidir deyilsa, aytamizki, bu aslo aniqligi sobit bo'lgan xabar emas. Shuning uchun unga la'nat aytish u yoqda tursin, u Husayn raziyallohu anhuni o'ldirgan yo o'ldirishga amr qilgan deb ham bo'lmaydi. Chunki aniq bo'lmasdan turib, musulmon kishini gunohi kabira qilishda ayblab bo'lmaydi. Iqtibos tugadi. Agar Husaynning qotiliga Allohning la'nati bo'lsin yo uni qatl etishga buyurganga Allohning la'nati bo'lsin desa bo'ladimi deyilsa, aytamizki, to'g'risi shuki, agar Husaynning qotili tavba qilmasdan o'lgan bo'lsa, unga Allohning la'nati bo'lsin deyish joiz bo'ladi. Chunki uning tavba qilgandan so'ng vafot etgan bo'lishi ehtimoli bo'ladi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilari Hamza raziyallohu anhuni vahshiy kofir holida qatl qilgan edi. So'ngra u kufrdan tavba qildi. Qatl gunohi kabira, ammo kufr darajasiga yetmaydi. Shunga ko'ra, hamisha ham bu gunoh sohibiga la'nat aytish joiz bo'lavermaydi. Tavba bilan qayd etilmagan paytda ham bu gunoh sohibiga la'nat aytishda xatar bordir. Sukut qilishda esa xatar yo'q. Shuning uchun sukut qilish avlodir. Yazidga la'nat aytishni joiz hisoblaganlarning 3-dalillari, Yazidning askarlari Madina ahliga qanchalar xunrezliklar qilishgan, uning bunga yo'l qo'yib berganligi sababli unga la'nat aytiladi degan so'zlaridir. Muhaqqiq ulamolar bu da'volarini ham batafsil o'rganib chiqqanlar hamda qat'iy va sobit yo'llardan rivoyat qilinmaganini va birortasi ham qabul qilishga yaroqli rivoyatlar emasligini isbotlaganlar. Modomiki unga nisbat berilgan ishlar isbot etilmay shubha ostida qoldimi, shubhali dalillar bilan mo'min kishiga gunohi kabira nisbat berilmaydi deyishgan. Xulosa qilib aytganda, ahli sunna val jamoaning jumhuri Yazid ibn Muoviyaga la'nat aytishni joiz sanamagan. Uning ishi haqida haddan tashqari gapni ko'paytiradigan Xavorij va ba'zi Mu'tazili kabi firqalargina unga la'nat aytishgan. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.